Uyg'urlar 19 asrning birinchi yarmidan tortib boshqa musulmon xalqlar bilan birlikda Manju imperiyasining ishg'oliyatiga 1930 va 1940 yillarda Xitoy ishg'oliyatiga qarshi ko'p qatim qo'zg'alib, o'z hokimiyatlarini qurishga muvaffaq bo'lib, o'zlari qurgan mustaqil hokimiyatlarni har xil nomlar bilan atadi. Bo'libmi 1930-1940 yillarda ikki qatim qurgan Cumhuriyetini Sharqiy Turkiston nomi bilan atadi. Gerçi Uygurlar bütün Uygur diyardaki nüfusu en köp asas xalq, şuningdek mezkur işgaliyetga qarşı mustaqillik ve azatlık kurashlardagi asosiy kuch bo'lsa-mu, ammo qurilgan hokimiyatlarga nom berganda Uyg'uriston nomini qo'llandi. Uyg'uriston nomi 1920-30 yillarda Uyg'urlar orasida mavjud bo'lsa-mu, hatto tarixda Uyg'ur eli Uyg'uriston degandek nomlar ko'p asrlar ishlatilgan bo'lsa-mu, lekin 20-asrda qurilgan bu ikki jumhuriyat birdek holda Sharqiy Turkiston nomini qo'llandi. Undaqda inqilob rahbarlari orasida o'zlarining hokimiyatiga qanday nom berish, o'z vatanini qanday atash haqida muzokaralar va muhokamalar bo'lmaganmi? 1944-1949 yılgacha mevcut bo'lgan Sharq Turkiston inqilobiy hukumati qurilgan shu 1944 yil 12 noyabr kunida Ozodlik tashkiloti a'zolari va munosabatli rahbarlar bu davlatni nima deb atash haqida muzokara qilmaylar Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb ataganmi? 1944 yıl 12 noyabr günü Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti G'ulji shahrida rasmiy qurilganligi jakarlangan chaqdagi 16 nafar hukumat a'zosining biri. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti baş katip bo'lgan marhum Abdurauf Mahsum İbrahim Efendi 2004 yılı hayat vaqtida maxsus bu vaqtdagi savolimizga javob berib, o'zining 12 nafar odamdan tarkib topgan Ozodlik tashkilotining a'zosi bo'lish sifati bilan 12 noyabr kuni Cumhuriyetni e'lon qilishdan burunla o'zlarining qurdigan davlat nomi haqida ko'p qatim muzokaralar bo'lganligini esladi. Onun aytishicha, ba'zilar Uyg'uriston Cumhuriyeti deb atashni o'ttirib qo'ygan bo'lsa, yana ba'zilar Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb atashni aytgan. Ko'p muzokaralar va fikrlar orqali oxiri Sharq Turkiston Cumhuriyeti nomi bekitilgan. İnqilobiy Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Şu nom şu. Xalq desek bu Sovet hukumatining tizimiga ketimiz. Orta yo'l tutgan. Sizlar Saud domollar o'zlarining Qashqarda qilgan vaqtida-ku, Sharqiy Turkistonda qurgan emasmi? Biz bir yaxshi shuni tutdik. Ikkinchi Abdurauf Mahsum İbrahim'in qayd qilishicha, Uyg'uriston deb atash Uyg'urlarning orzusiga muvofiq bo'lsa-mu, biroq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deyilganda barliq har millat xalqini birlashtirib, ittifoqlashtirib, Xitoy hokimiyatini uzil-kesil yo'qotishga foydali bo'ladi ekan. Bizning yerimizda yalnız Uyg'ur emas. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar hamma millatlar bor emasmi? Bizga shu vaqtida birlik ittifoqlik nihoyatda kerak. Agar biz Uyg'ur deb hamma Uyg'urga atib olsak, biz yana uningga bir boshqa ta'sir bermasin deb biz Sharqiy Turkiston deb butun turk millatini o'tirg'a olgan. Shu Sharqiy Turkistonda qancha millat bo'lgan bo'lsa, hammani biz asos qilgan edik. Abdurauf Mahsum İbrahim'i şu qatim o'zlari e'lon qilgan Cumhuriyetni Sharqiy Turkiston nomi bilan atishidagi yana bir muhim tarafning 1933 yil 12 noyabrda Qashqarda Sabit Damollam qatorliqlar boshchiligida qurilgan davlatning Sharqiy Turkiston nomini qo'llanganligi bo'lib, ular o'zlarining ana shu Cumhuriyetni qayta qurishini ko'z tutganligini ta'kidladi. Lekin uning ta'kidlashicha, Sharq Turkiston deyish pan-turkizm bilan aloqasiz bo'lib, Xitoy hukumatı o'zlarini ayblagandek ular hech qachon pan-turkizm yoki pan-islomizmni tashviq qilmagan. Stalinning vaqtida paydo bo'lgan pan-turkizm degan gap, chunki bular Turkiya bilan ko'p vaqt so'qishgan. Shundan chiqqan. Andaq narsalar bizda andaq pan-turkistik gap bizda yo'q. Biz faqat Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkistonning ichida Uyg'ur mi kiradi, Qozoq mi kiradi, Tatar mi kiradi, Qirg'iz mi kiradi. Turkiy millatlarning hammasi kiradi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston deb qo'ydik. Bu yerda pan-turkist deb qo'ygan hukumat yo'q. Pan-islomizm degan hukumat yo'q. O'rismi o'xshash bizga, Xitoymi o'xshash. Xitoymi qurolliq emas, qurol farqi yo'q bizga, hech qanday o'xshash. Qurol. Biz hokimiyat bilan bo'lgan o'xshashda bu. Hokimiyatga qaratilgan gap. Xitoy gumindanlarga qaratilgan gap bu. Bizga ular hammasi hurmat.
Anda gaplar bo'lgan emas. Qozog'istondagi tarixchi 20 asr Uyg'ur tarixi haqida ko'p izlangan va Uyg'urlarning milliy siyosiy tarixi nomli kitobning avtori Qahramon G'ujambardi apandining qayd qilishicha, milliy ozodlik inqilob rahbarlarining Uyg'uriston emas, balki Sharq Turkiston nomini davlat nomiga tanlashidagi muhim sabablarning biri 1933-yildagi ashu Sharq Turkiston ismi bilan Cumhuriyet qurilganligidir. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti namının tanlab edilişiga asasen 3 amil hal qilg'ich rol o'ynaydi deb o'ylayman. Bu azatlık teşkilatlarının yadrosi gruppasi bo'lsin, milliy azatlık qo'zg'olonchilar bo'lsin, ko'psi 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini yaxshi biladi. Shu vaqtdagi nom Sharq Turkiston deb qabul qildi. Shuning an'anasini saqlab qolish hammaga xalqqa ayon masalani qo'llanishga o'rtaq fikr keladi. Ikkinchi, bu 1944-yil 12-noyabrga kelganda asli bu ili tavasida bo'lsin, Altayda, Qashqarda har yerda har turli milliy azatlik qo'zg'olonlar bo'lgan. Masalan, ilining Ulastay tog'lari, Nilqi azat bo'ldi. Mana shu yerda qo'zg'olonda G'anim Botir bilan birga qo'lma-qo'l shuning bilan hamkorlashib harakat qilayotgan Tatar Fatih Bodur, Qozoq Asqar Botur va boshqa hatto rusmi ularning vakillari bo'ldi. Yeni biri bo'lsa Xitoyga qarshi milliy birliksab qurishdan iboratdir. Chunki G'ulji qo'zg'oloni boshlanish oldidagi Nilqidan boshlangan qurolliq kurashga Uyg'ur, Qozoq, Tatar, hatto rus va boshqa millatlar qatnashgan. Ilidan boshqa Oltay va Tarbag'taylardimi Qozoq va boshqalarmi inqilobga otlangan edi. Shu vaqtdagi intayin kuchlik Xitoydek dushmanga uning armiyasiga qarshi birliksab qurish masalasidimi, shu millatlararo do'stlik, birlik, ittifoqlik bo'lsin, ham Xitoy milliy masalani Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi qo'llanmasin degan ideya. Mana shunday asosiy ideyalarni nuqtalik qilib Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan nom bilan qurildi. Ayni vaqtda hukumatning rasmiy hujjatlarida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, Azad Sharq Turkiston Cumhuriyeti, İnqilobiy Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston İnqilobiy Hukumati, Sharq Turkiston Hukumati degandek nomlar qo'llanilgan bo'lib, Sharq Turkiston atalg'usi birlashgan Sharq Turkiston ili viloyati, Sharq Turkiston Tarbag'tay viloyati, Butun Sharq Turkiston Inqilobchil yoshlar tashkiloti, İnqilobiy Sharq Turkiston gazeti degandek ma'muriy tashkilot va organ nomlari toki 1949-yilning oxirigacha Xitoy kommunistlarining ishg'oliyatigacha qo'llanilgan. Amerikada yashaydigan Sharq Turkiston Cumhuriyetiga oid arxiv hujjatlarini to'plab tarjima qilayotgan tadqiqotchi Taron Uyg'urning qarshicha matbuotlarda vatanimiz Sharq Turkiston, Sharq Turkiston xalqi degandek nomlar umumyuzli qo'llanilgan. 1944-yili noyabrda portlagan milliy ozodlik inqilobi jarayonida inqilobning rahbarlari, shundoqla ayni chog'dagi davlat arboblari Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan ismni davlat nomi qilib bekitgan. Shundoqla Sharq Turkiston degan ism keng turda xalqimiz tarafidan qo'llanilgan va e'tirof qilingan. Boshqa yana ayni chog'da bitimdan keyin o'zgartirilgan Inqilobiy Sharq Turkiston gazetininki xabarlari, shundoqla uningki hatto adabiy betiga qaraydigan bo'lsak, butunlay janubdagi azob chekayotgan Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan xitoblari, seg'inishlari, shundoqla azod bo'lmagan Sharq Turkistonning 7 viloyatini azod qilishga bo'lgan o'zining irodasi, intilishi, kelgusiga bo'lgan ishonchi va umidlari ifodalangan nurg'un she'rlar, hikoyalar, naqshalar, adabiy asarlarni ko'rish mumkin. Demak, bitimdan keyin garchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hokimiyat yuzasidan amaldan qolganda ko'rinsimi, amaliyotda bir mustaqil siyosiy hokimiyat, mustaqil davlat sifatida o'zining asli muddaosi bo'lgan Sharq Turkistonni azod qilishni isida cho'ng tutgan holda toki 49-yildagi kommunist islohga qadar saqlanib keldi va davom qildi deb qarayman. Sharq Turkiston inqilobi rahbari Ahmadjon Qosimiymi Sharqiy Turkistonning bir jug'rafiyalik nom ekanligi, o'zlarining bu nomdan voz kechmaydiganligini hatto Xitoy hukumatining oldidami takror jakarlagan. Inqilob rahbarlaridan Ahmadjon Qosimiyninki nutqlari, e'lon maqolalari, shundoqla chet el matbuotlariga bergan suhbat xatirlarida aytdi, aniq xatirlangan. Masalan, 1946-yili Nanjingdagi
Şemnin gezitiniki muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida Ahmadjon Qasimiy Sharq Turkiston degan atalg'uga ta'bir berib, Sharq Turkiston bir jug'rofiyaviy atalg'u, uni har qanday vaqtda inkor qilishga bo'lmaydi deb aniq ko'rsatgan. Bundan boshqa yana Urumchi va G'uljidagi muhim matbuotlarga besilgan yana bir qatim Sharq Turkiston to'g'riliq o'lkamizning ismi to'g'risida bir ikki so'z qatorliq maqoladimi yuqorqi nuqtalar yaxshi izohlangan, ya'ni Sharq Turkistonninki muhim bir jug'rofiya atalg'u ekanligi, Sharq Turkiston zaminiga nisbatan bu ismninki eng uyg'un, shundoqla eng muvofiq bir ism ekanligi aniq ko'rsatilgan. Turkiston degan ism rasmiy buyruq bilan cheklanganga qadar bu ism keng qo'llanildi, shundoqla xalqning qalbiga o'rnab ketdi desak bo'ladi. Tarixiy ma'lumotlar bo'yicha 1944 yil 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining Yeşil Ay yulduzliq davlat bayrog'i 1949 yilning oxirida Sovet Xitoy kommunistlarining hamkorligida bekor qilinib, 5 yil mustaqil mavjud bo'lgan bu hukumat amaldan qoldirilib, Xitoy Kompartiyasi hokimiyati o'rnatildi. Şunun bilan Sharq Turkiston nomi birdak cheklanib, G'uljida chiqadigan asli Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining organ gazeti bo'lgan Inqilobiy Sharq Turkiston gazetimi hatto o'z nomini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Sharqiy Turkiston ana shu 1950-yildan boshlab Xitoy hukumati tomonidan qattiq cheklanadigan atalg'u bo'lib kelmoqda.